Men bir mashinasi bo'ladi. Bu mashinani tuzatmoqchi bo'ldi, lekin buni tuzatmaguncha boshlig'i unga yaramaydigan bo'ladi. Lekin boshlig'i buni qilayotgan ishiga barchasiga hayratda va quvonch bilan qaraydi. Lekin bu bola bir simpli yo'q, lekin aql bola juda ham kuchli ustaxonasi bo'ladi bu bola. Lekin hech kim bunga ishonch bermaydi. Ustasi ham 3 kun muhlat beradi, lekin bu bunchalik nima bo'lishini bilmaydi. To'g'rirog'i 4 kun muhlat beradi. 4 kun muhlatdan so'ng u bola kurashga tushadi. Kurash tushda shunaqa chiroyli bo'ladiki, hattoki ustozi ham unga hayron qoladi. Lekin buni shunday bo'lishiga qaramasdan 4 kun ichida bu narsani uddalab bo'ladi. Uddalab bo'lgandan so'ng do'sti unga aytadiki, bu uddalolmaydi, bunga ish bering. Yo'q. Unga 4 kun muhlat berdim. Ish so'rading, ish berdim deydi. Lekin shunga qaramasdan u bola mashinani tuzatib bo'lgan bo'l. U yurg'izgan mashina dunyoda eng so'nggi modeldagi mashinalardan biri. Va uni yurg'izadi.